Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir stol ustida mana jo'natamiz xudo xolasa Varzik degan joyga, Chust tumaniga. Xo'p, biz stol stullarimizni turbalari 09 turbada chista Rossiyaniga silosdan bo'lgan mana turbani materiali. Xo'p, bular taxlanadigan to'yga arendaga bergani 70 ta stul и partasi bilan 10 ta partasi bor. Xo'p, bular 8 talik, hozir ko'proq 8 ta odam o'tiryapti bemalol. Taxta faner yomg'irlarda ham hech narsa qilmaydi, ustunlaklangan 1-2 lik qalinlikda taxta faner taxlanadi oyoqlari. Bu gulli materialdan, bular ham hech narsa qilmaydi. Yomg'irdan ehtiyot qilinsa bo'ldi. Kraskalariga kelsak, kraskalari parashkavoy hammasi ancha-munchaga o'chmaydi parashkavoy kraskalar. Taxta panellardan ustunlaklangan. Mana profillari 2,5 ga 2,5 holatda. Xo'p, mana hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu taxlanadigan parta. Bu 1,5 ga 75 ligi. Buni o'zi asli 1,80 ga 75 ligi ham bor. Har xil razmerda qilib beraveramiz. Razmerini farqi yo'q. Bu endi ixcham joylarga bo'lgani uchun 6 kishidan 8 kishidan o'tiriladi. Xo'p, bularni shunday oson, qulay. Shuni ko'tarasiz, buni shuni tortib qo'yasiz. Bo'ldi, qimirlamaydi. Shuni ko'tarasiz, shuni tortib qo'yasiz. Bo'ldi, qimirlamaydi. Bemalol baquvvat turaveradi. 2,5 ga 2,5 profildan qilingan, mexanizmdan qilingan. 1-2 taxta panel orqa tomondan laklangan. Xo'p, yig'ishtirishda ham bir kishi buni yig'ishtiraveradi. Bosasiz, pastga qaytarasiz. Bosasiz, pastga qaytarasiz. Xo'p, probkalari hammasi joyida. Xudo xolasa hozir buni jo'natamiz. Xo'p, bunga gulli stol stullar. Endi hozir buni boshqa ranglardan ham qilamiz biz. Ko'p. Faqat hozir arendachilarga ko'proq qilyapmiz. Arendalarga ko'proq bo'lgani uchun. Xo'p, mana bu tilla rangga o'xshagani bor. Bunga ham material tortib beraveramiz xohlaganlaringdan. Mana bu joylariga e'tibor bersalaring, mana bu joylari pachaqlanmagan. Dumaloq bukilgan, sal baqatroq bo'ladi. Xo'p, lola fasonli, buni ham har xil rangi, korishnovoy, qizil, xohlagan ranglaringdan bor. Bular lola fason. Bular ham hammasi bir-biriga kiyiladi. Bu hozirgi fasonni faqat boshqa rangidan. Bu ko'kimtirroq. Machalkalari hammasi bir xil 1,5 lik yangi machalka solingan. Roverda kesilgan bu tomonlari hamma joylari, bu tomonlari ham. Bu o'shani latta formasi, o'sha lola gulliydagi korishnovoy bu. Bular endi asliga turgani uchun, shuning uchun mana shu ranglari salalik bo'lib qolgan. Xo'p. Oq rangi bor. Oqda ham bir ajoyib rangi. Bular ham o'sha turbalari hamma joyi pachaqlanmasdan bukilgan. Bu tomonlariga xohlagan material tortsa bo'ladi ranglarda. Nirjaveyka ko'pchilik so'rashyapti, nirjaveykadan qilasizlarmi deb. Yo'q, mana shu svet, mana nirjaveykani sveti. Bu oddiy turba. Mana bunaqa rangi ham bor. Xo'p, bularning hammasini mana hozir sizlarga ko'rsatib o'taman ustulda. Mana bu tomonlari mana hozir mana bular boldgeka qilingan, hamma joylari boldgeka. Buni samares qilsa ham bo'ladi, faqat dispi. Bu birinchi sort taxta faner, suvga chidamlik, hech narsa qilmaydi, xudo xolasa, ancha xizmat qiladi. Xo'p, turbalarimiz 09. Agar kimga zakaz kerak, zakaz qilmoqchi bo'lsalaring, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, mana bu yerda biz qo'l yuvishga, o'sha to'ylarga, har xil tadbirlarga qo'l yuvgani olib kelamiz narsalarni. O'zimizda ham arendamiz bor. Mana bu qo'l yuvgani. Darvozaxonani oldiga qo'yib qo'yiladi odamlar kelishdan oldin. Bu hozir Tepaqo'rg'on qishlog'iga. Bundan juda ko'p yasaymiz, ko'pchilikka beramiz. Buni laboga moslaganmiz. Buni olib qulay tomoni tagi kichikroq qilganmiz. Agar to'rtburchak bo'lsa, laboga, miraylarga sig'maydi. Shuni hisobiga bu tomonni kengroq qilganmiz, bu tomonni torroq qilib o'ziga figura qilib chiqarganmiz. Bu tomon laboga shunday tushadi. Hop, bu suv idishlari bemalol qo'lni yuvib, sochiqda olib artib ketaveradi. Endi bu tomonga qog'oz qo'yadigan ham qilib berishimiz mumkin. Undan ham bor. Agar kimga zarurat bo'lsa, qog'oz qo'yadigan yoki qanaqadir ranglar yoki boshqa narsalar kerak bo'lsa, o'shalarni ham qilib beramiz. Eshik ochiladi, u yerga kanister qo'yib qo'yiladi bitta. O'sha kanisterga o'sha bundan tushgan atqot suv tushadi. Kanisterni qopqog'ini yopib, bir chekkaga borib to'kib tashlaveradi, to'y tugagandan keyin. Yana buni eshigini yopib qo'yilaveradi. Balon qo'yib qo'yganmiz 4 ta, чтобы sal mashinaga, transportga qulay bo'lishi uchun. Bu latdan qo'yganimiz sababi tagida nirjaveyka tunuka bor. Bu lattada yuvganda lattadan sachramaydi odamga suv. O'shani hisobiga latta qo'yilgan bunga. Xo'p, telefon nomerlarini yozib beraveramiz. Xohlagan joylaringga, чтобы zakaz bo'lish uchun, to'ylarga arendaga berishlaring uchun. Xo'p, buni rangi shu seriy sifat rang, qoramtirroq. Shu zakaz shunaqa bo'lgan. Bu akamiz kelgani ham qilib berganimiz uchun, shunaqa bo'lgani uchun shunaqa qilib berdik. Stullarni ham shunaqa rangda qilib berganmiz. 1,5 oy oldin
qilib berganmiz 150 ta. Xo'p, yana bizda belanchalar ham yasaymiz. Xo'p, har xil belanchalar hozir bitta qolibdi, shuni ko'rsatib o'tamiz. 20 li turbada, polni. Bu 96 ga 60 pachinlida. Mana bu hozir teylarga mana qo'yapmiz. Teylari sim. Shu to'qilgan. Shu boshqa narsa qilmaslik uchun. Bu kattaroq belanchamiz. Agar buni qisqartirmoqchi bo'lsak, qisqartirsak ham bo'ladi. U narxi arzonroq bo'ladi. Bular hozir 330 ming atrofida biz beryapmiz buni. Bu endi bemalol ikkita yosh bola ham sig'sa bo'laveradi. Endi ikkitaga joy torliq qilsa, bitta 3 yosh bola ham yotsa bo'ladi, agar normali bo'lsa. Xo'p, hozir bizning manzilimiz Namangan viloyati Pop tumani G'urumsaroy qishlog'ida. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana hozir Tojikistonlarga ham juda ko'p jo'natyapmiz. Tojikiston, bu yog'i Namangan, Chust, mana Samarqandlarga ham jo'natyapmiz. Ohangaron, Angren, bularga ham olib borib beryapmiz yoki dastavka qilib jo'natyapmiz. Agar kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, arendaga stol bermoqchi bo'lganlar yoki bir so'rashlari bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveradilar. Mana shu 94 680 38 77 ga bemalol telefon qilsalaring, tushunmagan joylarini tushuntirib yuboramiz. Agar boshqa joydan olmoqchi bo'lsalaring, mana shunaqasidan olsalaring baquvvat bo'ladi yoki qulay bo'ladi deb bemalol aytaveramiz. Xo'p, sizlarga yana bitta narsa ko'rsataman. O'shani hozir ko'rsatib o'taman. Hozir yurak bor. O'zimiz yasaganmiz uni ham. Alloh qilishadi mallar. Uni hozir bitmagan varianti, unga gullar qo'yiladi va suyut qo'yiladi bunga. Agar bunaqa narsalar ham shu to'ylarga bergani arendaga kerak bo'lsa, mana bunday yasab beraveramiz. Bunday narsa. Mana bu kichikroq yurak, bu to'xtasi. Mana sanchiq o'tgan. Sababki hozir bunga gul suyut o'raladi, qo'yiladi. Suyut polni mayda gul bor. O'shandan o'raladi. O'sha uzib bergani yoki bir boshqa shunga o'xshagan har xil tadbirlarga bemalol ishlatsa bo'ladi. Xo'p, mana manzilimizni yana bir bor aytib o'tamiz. Namangan viloyati Pop tumani G'urumsaroy. Telefon nomerlarimiz 94 680 38 77 ga bemalol telefon qilaverasizlar. Kimda qanaqa ma'lumot bo'lsa yoki ma'lumot kerak bo'lsa, ma'lumot ham beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir buni xudo xolasa egalariga jo'natamiz.